Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi onlayn darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz korrupsiyaga qarshi kurashishda ISO standartlari. Bugungi mavzuyimiz doirasidagi asosiy masalalar bu bevosita o'sha xalqaro standartlashtirish tashkiloti, ya'ni ISO International Standardization Organization haqida, demak, umumiy ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimlari, xavfni boshqarish ko'rsatmalar, huquqbuzarliklar haqida xabar berish boshqaruv tizimlari, ularning yo'riqnomalari hamda demak o'sha muvofiqlikni boshqarish tizimlari, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar hamda talablar, tashkilotlarning ichki tekshiruvlariga oid bo'lgan demak o'sha ISO xalqaro standartlar haqida bugun gaplashamiz. Bevosita xalqaro standartlashtirish tashkiloti haqida demak so'z yuritadigan bo'lsak, mazkur ISO tashkiloti demak mustaqil nodavlat xalqaro tashkilot bo'lib, butun dunyoda mutaxassislarni o'zida birlashtirgan hamda u 1946-yilda 25 ta davlat standartlashtirish tashkilotlari tomonidan demak o'sha tashkil etilgan. ISO faoliyat doirasi Xalqaro elektrotexnika komissiyasi vakolatga kiradigan elektrotexnika va elektronikadan tashqari barcha sohalarda standartlashtirish bilan bog'liq standartlash hisoblanadi. Ishning o'sha ayrim turlari mazkur o'sha tashkilot tomonidan birgalikda amalga oshiradi, ya'ni standartlashtirish masalasi. Tashkilot a'zolari o'z mamlakatining ISO sohasidagi manfaatlarini ifodalovchi va o'z mamlakatida ISOni namoyon etuvchi milliy standartlash organlar hisoblanadi. Hozirda ISO tarkibiga 167 ta mamlakat vakillari kiradi. ISO korrupsiyaga qarshi standartlari poraxo'rlikni oldini olish va aniqlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar mavjud. Ushbu choralar demak o'sha korrupsiyaga qarshi siyosatni ishlab chiqish, korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyati uchun mas'ul shaxsni tayinlash, loyihalar va biznes hamkorlarni o'qitish, xavf-xatarlarni baholash va ularga huquqiy baho berish, moliyaviy tijorat nazorati, hisobot berish, tekshirish tartib-taomillarni o'z ichiga oladi. Standartlar korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimlarini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash, joriy boshqaruvni kuchaytirishga mo'ljallangan. Bundan tashqari, poraxo'rlik xavfini kamaytirishga yordam beradi va demak o'sha hamkorlarga korrupsiyaga qarshi nazorat tizimlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratib beradi. Demak ISO demak sertifikat bermaydi yoki sertifikatlarni amalga oshirmaydi, lekin sertifikatlash bilan bog'liq ISO logotipidan foydalanish imkoniyatlarini hech kimga bermaydi. Ya'ni uni o'zi tomonidan amalga oshiriladi. Sertifikatlashdan tashqari o'sha sertifikatlash organlari tomonidan amalga oshiriladi, chunki o'sha kompaniya mazkur demak huquqqa ega va boshqalar buni huquqida ega bo'la olmaydi. Sertifikatlash mustaqil sertifikatlash organlari tomonidan amalga oshirilgani eng katta eng taniqli an'anasi organlardan biri bu katta yettilik deb ataladigan organ. Unga o'sha Avstriya va Germaniya yoki o'sha Buyuk Britaniya, Fransiya, Norvegiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi o'sha katta tashkilotlar tomonidan mazkur harakatlar amalga oshiriladi. Ana shu sertifikatlardan eng mashhurlari bu korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimlari ISO 37001 sertifikati. Bugungi kunda o'sha ko'pgina davlatlarda korrupsiya, poraxo'rlik kabi jamiyat va davlat taraqqiyotini kushandas bo'lgan illatlar keng tarqalgan va bu davlat uchun, davlat rivoji uchun jiddiy ijtimoiy, o'sha ma'naviy, iqtisodiy hamda siyosiy muammolarni keltirib chiqaradi. Demak, o'sha yaxshi boshqaruvga xalaqit beradi, rivojlanishni kechiktiradi va raqobatni susaytiradi. Endi mazkur sertifikat, ya'ni ISO 37001-2016 sertifikati bu korrupsiyaga qarshi kurashga qaratilgan maxsus xalqaro standart bo'lib, demak o'sha tashkilotlarga korrupsiyani oldini olish, aniqlash va unga qarshi chora-tadbirlarni ko'rish uchun samarali
tizim yaratishga yordam beradi. Bu standartning asosiy xususiyati korrupsiyaviy xavflarni baholash va boshqarish metodologiyasini belgilab beradi. Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati va protseduralarni yaratish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Shuningdek, o'sha rahbariyatning mas'uliyati va korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatini rivojlantirishni ta'minlab beradi. Bundan tashqari due diligence, ya'ni o'sha tekshiruvlarni o'tkazish talablarini belgilab beradi mazkur standart. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'qitish va axborot almashinuvini tashkil etishni nazarda tutiladi. Tashkilotni faoliyatini monitoring qilish va tuzatish choralarini ko'rish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Bu standart barcha turdagi tashkilotlar uchun mos bo'lib, tashkilot hajmi, uning tipi, xususiyati yoki o'sha davlat sektori ekanligi, xususiy sektor ekanligi, demak, korrupsiyaviy xavf darajasidan qat'iy nazar ularga qo'llanishi mumkin. Navbatdagi standart bu xavflarni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar ISO 37000 sertifikati, ya'ni bu xavflarni boshqarish bo'yicha umumiy standart bo'lib, tashkilotni o'sha har turdagi xavflarni, shu jumladan korrupsiyaviy xavflarni ham boshqarishga yordam beradi. Uning o'sha asosiy komponentlari sifatida xavflarni boshqarishning mustahkam va samarali tizimini yaratish, tamoyillarini, xavflarni boshqarish jarayonini tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalarni, xavfni aniqlash, tahlil qilish, baholash va hal qilish metodologiyasini, qaror qabul qilish jarayonlariga, demak, xavflarni boshqarish tizimini integratsiya qilish yo'llarini, shuningdek, o'sha tashkilot faoliyatining barcha jabhalarida xavflarni doimiy monitoring qilish va qayta ko'rib chiqish mexanizmlarini kiritish mumkin. Bu standart korrupsiyaga qarshi kurashda qo'shimcha vosita sifatida ISO 37001 bilan birgalikda qo'llanilganda, tashkilotga korrupsiya bilan bog'liq xavflarni yanada samarali aniqlash va uni boshqarish imkoniyatini yaratib beradi. ISO standartlashtirishdan yana bir muhimi bu huquqbuzarliklar haqida xabar berish boshqaruv tizimlari hisoblanadi. Ya'ni ISO 37002 2021 standarti, ya'ni bu huquqbuzarliklar haqida xabar berish, whistleblowing tizimlarini yaratish va boshqarish bo'yicha yo'riqnoma bo'lib, korrupsiya, firibgarlik yoki boshqa huquqbuzarliklarni aniqlash va ularga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Mazkur standartning asosiy elementlari bu huquqbuzarliklar haqida xabar berish tizimini yaratish va joriy etish prinsiplari, xabar beruvchilarning xavfsizligini va maxfiyligini ta'minlash mexanizmlari, xabarlarni qabul qilish, tekshirish va ularga javob berish jarayonlarini tashkil etish, xabar beruvchilarni har qanday qasos yoki o'sha salbiy oqibatlardan yoki turli xil ta'sirlardan himoya qilish choralarini ko'rish, shuningdek, o'sha xabar berish tizimini samaradorligini monitoring qilish va doimiy takomillashtirish usullarini o'z ichiga oladi. Bu standart tashkilotga korrupsiyaviy holatlarni erta aniqlash va ularga tezkor chora ko'rish imkoniyatini beruvchi ishonchli kanal yaratishga yordam beradi va bu ISO 37001 standartiga muvofiq korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Navbatdagi demak o'sha tizim bu muvofiqlikni boshqarish tizimi, ya'ni foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar talabi, ya'ni ISO 37301 standarti. Bu standart tashkilotlarda muvofiqlikni boshqarish tizimini yaratish va samarali ishlash uchun talablar va ko'rsatmalarni belgilab beradigan standart hisoblanadi. Bu standartning asosiy jihatlari shundaki, muvofiqlikni baholash tizimini tashkil etish va uning samarali ishlash uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratish, qonunchilik, me'yoriy va ichki talablarga muvofiqlikni ta'minlash bo'yicha metodologiyasini ishlab chiqish, shuningdek, muvofiqlik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish yo'llari, muvofiqlikni ta'minlash bo'yicha mas'uliyat va vakolatlarni taqsimlash, muvofiqlik bilan bog'liq xavflarni baholash va boshqarish mexanizmlari hamda demak muvofiqlikni boshqarish tizimini samaradorligini baholash va takomillashtirish usullari hisoblanadi. Bu standart korrupsiyaga qarshi kurashish tartib-qoidalari va qonunchilikni talablariga muvofiq ta'minlash orqali, demak o'sha bu ham ISO 37001 sertifikati standartini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Keyingi standart bu tashkilotlarning ichki tekshiruvlari, ISO TS 3708 standarti. Demak, bu tashkilotlarda ichki tekshiruvlarni o'tkazish bo'yicha
texnik spesifikatsiya bo'lib, korrupsiya, firibgarlik va boshqa huquqbuzarliklarni tekshirish jarayonlariga standartlarni demak taqdim etadi. Bu standartning asosiy xususiyatlari shundaki, ichki tekshiruvlarni o'tkazish metodologiyasi va jarayonlarini, tekshiruvlarni o'tkazish va kerakli malaka va kompetensiyalarni belgilashdan, tekshiruv jarayonining mustaqilligi va xolisligini ta'minlash mexanizmlarini, dalillarni to'plash, tahlil qilish va saqlash bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, tekshiruv natijalarini hisobga olish va tegishli choralarni ko'rish tartibi, tekshiruv ma'lumotlarining maxfiyligini va ma'lumotlarning himoya qilinishini ta'minlash bu standartning asosiy elementlaridan hisoblanadi. Shuningdek, bu standart korrupsiya holatlariga aniqlanganda professional va samarali tekshiruvdan o'tkazish imkoniyatini yaratib beradi. Bu esa ISO 37001 doirasida korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimining muhim qismi hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugun sizlarga ISO standartlari haqida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.